Assalomu alaykum do'stlar, obunachilar. So'ragan ekan, ko'p savollar tushadi. Tonkin, Tonpek, Tronkin hammasida ro'yxatdan o'tish tartibini so'raydi. Misol qiziqdingiz, YouTube'ga kirdingiz. Meni kanalimdan misol mana shu videolarni ko'ryapsiz. Assalomu alaykum do'stlar. Shu paytda mana fikr bildiring degan joyiga kirsangiz hamma saytlarning ro'yxati bor mana. Ko'proq meniki Tonkindan so'rashgan ekan. Tonkindan ro'yxatdan o'tishni sizlarga ko'rsatib beraman. Mana Tonkin. Ustiga bosasiz. To'g'ridan to'g'ri selka sizni o'sha akkauntga olib kiradi. Xohlasangiz mana tarjima qilib olishingiz bor. Google Chrome'da tarjima qilib olasiz. Bizda internet yaxshi qotib ishlaydi. Mana tizimga kirish, ro'yxatdan o'tish deb yozib qo'yibdi-da. Siz birinchi marta ro'yxatdan o'tayotganingiz uchun ro'yxatdan o'tishni bosasiz. Endi mana bu yerga foydalanuvchi nomi, ismingiz yoki o'zingizga yoqqan nimanidir qo'yasiz. Email pochtangizni qo'yasiz misol. Mana bu yerga parol, xohlang ishonchli parol tanlang, xohlang o'zingiz murakkabroq bir parol tanlaysiz. Parolni qayta kiritasiz. Men robot emasman, ya человек bo'lsa, o'sha kapchani terasi qisqasi. Kapchani terib mana bitechka bo'lgandan keyin hisobni ochishni bosasiz. Endi menda ro'yxatdan o'tib bo'lganman. O'zimni akkauntlarim bor. Har doim kirganingizda mana shu ikkitani qo'yib qiling. Keyin ro'yxatdan o'tib bo'ldingiz. Parol loginlaringizni saqlanib qilib oling. Iloji bo'lsa skrinshot qilib oling, yo'qotib qo'ymaslik uchun. Har doim undan foydalanish sizga haftada bir yo 2 haftada bir kun, yarim kun kirilmay qolsangiz saytga o'zidan o'zi chiqib ketishi mumkin. O'shaning uchun sizga kerak bo'ladi login parollarini. Keyin mana ro'yxatdan o'tib bo'lganingizdan keyin xuddi mana shunday kirib olganingizdan keyin mana bu joyni bosasiz. Mana bu sozlamalarga kirasiz. Sozlamalarga kirib sizda ro'yxatdan o'tgan elektron pochta degan joyda sizga bu yerda men tasdiqlab bo'lganman. Sizda mana bu joyda pochtangizni tasdiqlang deb turadi. O'sha pochtangizni tasdiqlasangiz sizga 10 ta bepul bonus beradi. O'sha bepul bonusni mana bu o'yinlar
degan joyiga kirib, mana bunga bossangiz, mana bu yerda, mana shu yerda 10 ta bonus ko'rinib turadi. Mana bu yerga SMS ham keladi. Mana misol, menga kelgan emailingiz muvaffaqiyatli tasdiqlandi. Siz 10 ta bonus kranni oldingiz va bir kun davomida kran mukofotini 2 barobar oshirishingiz mumkin deb yozib qo'yibdi. Keyin har levelingiz oshganda xuddi shunaqa 10 ta bonus beradi. Level mana misol, men hali toshdaman, yaqinda ochildi. Yaqinda ochganman Tonkinni. Menda ikkita sayt, ikkita Google Chrome bor. Ikkalasida ham ishlayman. Mana bittasi, mana bittasi. Bu hozir yaqinda ochgan saytlarim bu hammasi. Bu eskiroq. Bu Tonpik, Tonking farqi yo'q. Hammasida ro'yxatdan o'tish bir xil bo'ladi. Faqat ko'rinish boshqacha bo'ladi. Lekin jarayon bir xil bo'ladi. Savollaringiz bo'lsa, afishaniyada qoldiring. Javob berishga harakat qilaman. E'tibor uchun rahmat.